Sedlo stul bu o'tirish uchun mo'ljallangan ergonomik kreslo bo'lib, uning o'rindig'i ot egari shaklida ishlangan. Asosiy afzalliklari: umurtqa va belni to'g'ri tutadi, bo'yin va yelkadagi zo'riqishlarni kamaytiradi, og'irlikni to'g'ri taqsimlaydi, harakatlanishni osonlashtiradi. Sedlo stul tanlashda e'tibor beriladigan jihatlar: o'tirgich shakli va eni kengligiga, material sifatiga, dezinfeksiya qilinadigan bo'lishiga, balandlikni sozlanishiga, baza va g'ildiraklar sifatiga, og'irlik 110-120 kilogacha ko'tarishiga, oyoq yordamida tepa va past ko'tarish mumkin. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang.